Assalamu alaikum hörmətli görürmənlər. Əmanlarım məş vaxtı xeyirlik bolsun. Əmmizdən bugün əlaqədar olub atqan bir temamız var. O bolsunmu koronavirusu. Bu koronavirusu bizning hayatımızdaki bütün əlaqədar nöqtələrə təsir qılıb gəlməkdə. Bununla qalmasdan dünyadakı dövlətlər o'rtasidagi munosabatlarga təsir qılıb gəlməkdə. Bu virus Xitoyda tarqalgandan keyin nurg'unlagan davlatlar har xil shaklda o'xshamagan ifodalarini bildirib, chora tadbirlarni olib keldi. Qisman davlatlar bu virus qarta biroz jiddiy qaramasdan Xitoy bilan bo'lgan tijorat, bu yerdan kelgan transport, bu yerdagi munosabatlarni davomlashtirib keldi va bugungi kunda buningki bedellarini to'layotdi. Yana qisman davlatlar nihoyat jiddiy va qattiq qarorlarni olish orqali o'ziniki bu virusning o'zining territoriyasida yamrab ketishining oldini oldi. Bunun bir tipik misoli bo'lsa Rossiya. Gerçi Rossiya va Xitoy munosabati nihoyat quyuq bir holatda bo'lsa-mu, ham ikki taraf bir-birini cho'ng strategik hamkorlashuvchi deb qarasmu, bularningki hamkorlik nuqtalari askariy, siyosiy, iqtisodiy, tijorat, energiya va boshqa ba'zi rayonlardami bularningki nihoyat quyuq bir hamkorlik bo'lsa-mu, Rossiya Xitoy virusi tarqalib dunyoga e'lon qilgan kundan boshlab nihoyat qattiq va jiddiy tadbirlarni oldi. Masalan, Rossiya Xitoydagi barliq o'zining fuqarolarini achchiq ketishga harakat qildi. Eng oldi bilan undan keyin Xitoyning Rossiyada turayotgan o'quvchi va xizmatchilarni bularni Rossiyadan haydab chiqardi va Rossiyaga har xil sabablar bilan kelmoqchi bo'lgan, viza iltimos qilgan Xitoy vatandoshlarining vizalarini rad qildi va uni to'xtatib qo'ydi. Undan keyin Xitoydan Rossiyaga keladigan barliq transportlarni, aeroplan, poyezd, mashina degandek barliq qatnash vositalarini bularni to'xtatib qo'ydi. Gerçi bu Xitoyningki elchixonasi Xitoy hukumati tomonidan qattiq norozilikka uchragan bo'lsa-mu, Rossiya bu qarorlarni olishda nihoyat keskin va jiddiy tadbirlarni oldi. Hamda kallamizga kelish mumkin, mushuna cho'ng ikki cho'ng hamkorlashuvchi davlatning mushuna quyuq cho'ng hamkorlik nimasi bo'lgan taqdirdami, nima uchun Rossiya bunday qarorlarni oldi deb bilganimizdek, ulus davlatlarninki bir aloyligi bor. U bo'lsa-mu, o'zininki oliy manfaatini chiqish qilgan holatda harakat qilish, u bo'lsa-mu, egilik huquqini qo'g'dash, zamin butunligini saqlash va xalqininki bayashatligini, farovonligini va aminlikini qo'g'dash va buni tutib turish. Rossiya bu Xitoy virusininki nimasini mushta qarorlarni olish orqali Xitoy virusininki Rossiya zaminida tarqalib ketish orqali Rossiyaning iqtisodiga ziyon keltiradigan, Rossiyaninki ijtimoiy muqimlikqa ziyon beradigan mushta bir hodisalarninki oldini olish uchun mushta bir jiddiy qarorlarni olib, o'zininki oliy manfaatini qo'g'didi. Va bu ikki davlatninki munosabati burunqidan biroz so'g'uqlashdi. Ammo bu munosabatlarninki qaysi shaklda taraqqi qilib qandoq bo'ladi, buni vaqtning o'tishi bilan hammamiz birlikda ko'ramiz. Hammalarga rahmat. Keyingi qitimliq programmada ko'rishguncha omon bo'linglar.